Hop, vebinarimizni boshlaymiz bo'lmasam. Bugungi vebinar mavzuyimiz elektron shot fakturalar hamda tovar transport yuk xati jo'natish tartiblari, muddatlari, qachon yuborish kerak, qachon yuborish kerak emas. Mana shular haqida imkon qadar o'z bilimlarim bilan bo'lishaman sizlar bilan. Xudo xohlasa manfaatli bo'ladi hammamizga. Hop, qisqacha o'zim haqimda tanishtirib o'tsam, ismim Alisher Niyazov. Buxgalteriya bo'yicha tajribam Xudo xohlasa bu yil 18-yil ketyapti. Audit axborot ta'lim o'quv markazi asoschisi, rahbari. 100 dan ortiq korxonalarga buxgalteriya audit sohasi xizmatlarini ko'rsataman. Asosiy ishimiz buxgalterlarni tayyorlash, o'qitish va qayta tayyorlash va soliq maslahatchisiman va Implyus'ni lektori hamda ekspertlardan biriman. Xudo xohlasa bugungi vebinar davomida sizga o'zim bilgan ilmlar bilan bo'lishmoqchiman. Hop, dastavval har doim bizga kerak bo'ladi. O'sha bizni buxgalterda asosiy quroli nima? Bu normativ hujjat. Ya'ni buxgalter normativ hujjatsiz ishlamasligi kerak va birlamchi hujjatsiz qadam tashlamasligi kerak. Shuning uchun bugungi vebinarimizda ishlovchi normativ hujjatlarni qaysilari aktualligini ko'rib chiqib olamiz. Birinchisi albatta bu soliq kodeksi hisoblanadi. O'ng tomondan qarab o'qiganimizda shot faktura to'ldirish tartibi to'g'risida Vazirlar Mahkamasini 489-sonli qaroriga ikkinchi ilova bor va shu shot fakturani ba'zi bir turlarga o'zgartirish kiritish haqidagi Vazirlar Mahkamasini 471-sonli qarori, tovar transport yuk xatini elektron shaklda rasmiylashtirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasini 249-sonli qaroriga 3-bir ilovasi hamda o'zaro hisob-kitob tizimida elektron shakldagi shot fakturalardan foydalanish tartibi to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining 522-sonli qarori bugungi vebinarimizdagi asosiy normativ hujjatlar hisoblanadi. Demak, bosqichma-bosqich siz bilan shot faktura hamda TTN bo'yicha zaruriy bilimlarni o'rganib boramiz. Dastavval elektron shot faktura haqida gaplashamiz. Undan oldin sizga savol bermoqchiman. Shot fakturani oyda 10-gacha yopamiz deganlar plyus qo'yib yuboramiz. Hop, yaxshi. O'zi shot faktura nima hujjat desak, shot faktura asosiy bu hisob-kitob hujjati bo'lib, bir tomonga sotuvdi, ikkinchi tomonga qabul qilingan olingan bildiruvchi asosiy normativ hujjat soliq kodeksining 47-moddasi, nizomda 2-3-bandi hamda 409 qaror bilan tavsiflangan nima bo'yicha hujjatlar bo'yicha bu demak qat'iy shakldagi formatda rasmiylashtiruvchi birlamchi hujjat va bu shot faktura soliq solish maqsadida qo'shilgan qiymat soliq hisoblab chiqarish uchun asos bo'ladi hamda belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan shot faktura qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olish uchun ham asos bo'ladi. Hop, demak, soliq to'lovchi, ya'ni korxona faqat elektron shaklda qabul qilingan shot fakturadagi qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olish, ya'ni bizning tilimizda, buxgalterlar tilida zachot deymiz, zachotga olishga haqqi bor, xolos. Demak, shot faktura bizda demak tovarni kirimini, xizmatni kirimini umumiy olganda kirimlarimizni isbotlovchi asosiy birlamchi hujjat va sotuvchi tashkilot tomonidan realizatsiyasini isbotlovchi asosiy birlamchi hujjat hisoblanadi. Hop. Ba'zi holatlarda elektron shot faktura yubormaslikka haqqingiz bor. Bu e, o'sha onlayn Encam orqali yoki virtual kassa orqali chek orqali savdo qilganingizda, tovar eksporti bo'yicha GTD rasmiylashtirganingizda, bank sifatida mijozga shaxsiy oborotkasini, ko'chirmasini berganingizda, tekinga ommaviy tovarlar tarqatganingizda, elektron yo'l chiptalarini rasmiylashtirganingizda
Ha, va hokazo shu holatlarda demak siz elektron shot faktura yubormaslikka haqqingiz bor. Yana bitta qo'shimcha qoida bor. O'sha tovar korxonani tovarini yuridik shaxsning yoki YTTning bank kartalari orqali sotganingizda ham siz demak shot faktura taqdim qilishi shart emas. Chunki siz xaridorga nima beryapsiz? E, Onlayn shot faktura berishingiz kerak bo'ladi. Hop, savollar bo'yicha yana gaplashamiz. Hop, endi bu holatda nima qilishimiz mumkin? Mana biz korporativ kartaga savdo qilsak, ko'pincha bizdan shot faktura so'rashadi klientlar. Menga shot faktura yozib ber, chekda yozib bergin, chektirga salsa qilmadim deydi. Aslida e, korporativ kartaga savdo qilganingizda onlayn NKM chekini bersangiz, u sayt orqali registratsiya qilsa, nima qilish mumkin? Bu NDS zachotga olishi mumkin, Qirg'izistondan hisobga olishi mumkin. Lekin e, mijozni talabiga binoan siz nima qilishingiz mumkin ekan? Unga shot faktura berishingiz mumkin. Buni sharti bor. Sharti qanaqa desangiz, demak o'sha oyda oxirigacha demak siz o'sha korporativ kartada sotilgan tovarlar uchun shot faktura berishingiz kerak bo'ladi, agar sizga mijozingiz buni talab qiladigan bo'lsa. Endi umumlashtirilgan shot faktura bor. Demak, mana shu jamlangan sotuvlar bo'yicha umumiy shot fakturani oyda oxirgi kundagi sana bilan umumlashtirilgan holatda 5-chi sanagacha rasmiylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Unda biz sizga aytgan 10 kunlik sana, 10-gacha sana degan ma'lumotlar qayerdan shakllanyapti degan savol keladi o'z-o'zidan. Aslida shot fakturani qachon qog'oz shaklda rasmiylashtirish mumkin? O'zi qog'oz variantda shot faktura bersa bo'ladimi? Qog'oz variantda shot faktura qachon o'tadi degan savollar ham amaliyotda uchrab turadi. Ikkita holatda shot fakturani qog'oz variantda rasmiylashtirish mumkin. Birinchisi, saytda nosozlik bo'lganda, ya'ni sayt ishlamay qolganda, texnik nosozlik bo'lganda, demak siz shot fakturani qog'oz variantda rasmiylashtirishingiz mumkin va o'sha texnik nosozlik bartaraf qilingandan keyin 5 kun ichida vaqtinchalik shot fakturani albatta o'sha kungi sana bilan, ya'ni zadniy chislo bilan elektron rasmiylashtirishingiz kerak bo'ladi. Faqat buni sharti o'sha texnik nosozlik elektron shot faktura operator tomonidan, ya'ni soliq servis tomonidan, Didox tomonidan demak nima qilish mumkin ekan? Rasmiy e'lon qilingan bo'lsa, rasmiy tasdiqlangan bo'lsa, ana o'sha holatda siz oldin qog'oz variantda rasmiylashtirasiz zadniy chislo bilan, o'sha sotuv kuningiz bilan va texnik nosozlik bartaraf qilingandan keyin 5 kun ichida o'sha chislo bilan elektron shot faktura baribir yuborib qo'yishingiz kerak bo'lar ekan. Ikkinchi holatda davlat siriga taalluqli bo'lgan operatsiyalar amalga oshirilganda siz demak shot fakturani qog'oz variantda berishingiz mumkin bo'ladi. Boshqa holatda demak siz shot fakturani sotuv bo'lgan kuni berishingiz kerak bo'ladi. Demak, tovar xizmatlar realizatsiyasini amalga oshirgan kuni shot fakturani berishingiz kerak bo'ladi. Yana bitta narsani hisobga olishingiz kerak bo'ladi, ya'ni bundan keyingi etapda barqarorlik reytingi degan tizimimiz bor bizda. Ya'ni siz shot fakturani belgilangan kuni o'zini kunida to'g'ri rasmiylashtirganingiz uchun demak siz reytingda ball olish imkoniyatingiz bor. Ya'ni siz qancha zarni chislo bilan ko'p shot faktura rasmiylashtirsangiz, shuncha sizni reyting ballingiz kamayadi. Shuni ham hisobga olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu balloviy sistemada ahamiyatga ega. O'zi shot faktura ikkita gruppaga bo'linadi: standart va maxsus. Standart bu umumiy shot fakturalar uchun xizmat qilinadi. Maxsus dori vositalar, maxsus turi bu dori vositalari hamda tibbiyot buyumlarini sotish uchun rasmiylashtiriladi. Endi muddatlar haqida gaplashadigan bo'lsak, shot faktura tovarlar yuklab jo'natilgan, xizmatlar ko'rsatilgan kalendar sanada rasmiylashtiriladi. Hop, daverni sxemagan bo'lsa-chi deb savol beryapsiz. Daverni sxemagan bo'lsa shot faktura bermayman degan masala bu ikkita korxona o'rtasidagi, qarang, bunday narsada siz tovar moddiy boyliklarni davernisini nimaga olasiz? Ertaga shu tovaringiz haqiqatda xaridoringiz tomonidan olib ketilganligini bildiruvchi hujjat. U davernis bermagan bo'lsa, demak tovarni qanday olib ketadi? Uni odami qanday olib ketadi?
Shuning uchun bizda tovarlar sotilganda doверенность olishga harakat qilamiz. Faqat YTTga sotgan paytingizda doверенность bermaslikka haqqingiz bor, chunki YTT o'zi jismoniy shaxs, o'ziga o'zi yoki mustaqil inson hisoblanadi. Yuridik shaxsga tovar sotganingizda albatta doверенность olishingiz kerak bo'ladi, harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Sababi ertaga bahsli vaziyatlarda shu doверенность haqiqatda tovarni sizni xaridoringiz olib ketganligini bildirib beradi. Ishonadi shunga. Hop. 2023 yilgi faktura uchun minus faktura haqida gaplashamiz. Hop. Ikki pul noto'g'ri qo'llangan bo'lsa, bo'ldi. O'sha hozir dasturimiz davomida tuzatuvchi shot faktura, qo'shimcha shot faktura haqida gaplashamiz. Mana shuni sizga tushuntirib beraman. Muddatlarda gaplashib turdik. Xo'p, birinchi muddat shot fakturani tovar sotilgan kunda, xizmat ko'rsatilgan kunda berishingiz kerak. Yani bugun 18 yanvarda sotuv amalga oshdimi, omboringizdan tovar chiqib ketdimi, demak, tovarni o'sha kun bilan berishingiz kerak, fakturani ham o'sha kun bilan berishingiz kerak. E'tibor bering, biz siz bilan hozir shot fakturalar haqida gaplashyapmiz. Ya'ni TTNga endi o'tamiz. TTN ikkinchi yo'nalishimizdagi mavzu. Endi taqdim etilgan shot faktura e, xaridor tomonidan 10 kun ichida, 10 kalendar kun ichida tasdiqlanishi kerak yoki sababi ko'rsatilgan holatda rad etilishi kerak. Belgilangan muddatlarda tasdiqlanmagan yoki rad etilmagan shot faktura 10 kundan keyin avtomat tasdiqlangan hisoblanadi. Shot fakturani rasmiylashtirish, qabul qilish kuni bo'yicha muddati oxirgi kuni dam olish kuniga yoki ish kuni bo'lmagan kunga to'g'ri kelsa, dam olish kunidan keyingi birinchi ish kuni fakturani oxirgi kuni hisoblanadi. Soliq to'lovchi shaxsiy kabinetga tushgan va tasdiqlangan shot faktura bo'yicha NDSni hisoblab chiqarishda, hisobga olishda yoki olmasligini mustaqil belgilaydi. Endi muddatlar haqida men sizga jadval tayyorlab qo'yganman. Mana shot faktura bo'yicha. O'zi umumiy tanishib olishimiz kerak. Ekran ko'rinyaptimi? Jadval, Excel jadval, plyus qo'yib yuborasizlar. Hop. Ko'chmas mulkni realizatsiya qilish. Agar siz ko'chmas mulkni, ya'ni korxonani balansidagi binoni ko'chmas mulkda realizatsiya qiladigan bo'lsangiz, bu ko'chmas mulkni boshqa shaxsga o'tkazish bo'yicha shartnomani hamda dalolatnomani imzolagan kun bu demak realizatsiya qilingan kun hisoblanadi va o'sha kun bilan yani dalolatnoma akt priyom sdacha qilingan kun buni oxirgi kun hisoblanadi. Agar siz xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, xizmatlar ko'rsatilgan faktni tasdiqlovchi hujjatlar rasmiylashtirilgan sana, ya'ni akt VPNning rabot qilgan kuningiz siz uchun nima bo'ladi? Faktura rasmiylashtirilgan kun hisoblanadi. Obyektlarni jumladan foydalanish uchun tayyor holda topshirish qurish uchun siz demak ishlar bajargan bo'lsangiz, har bir kalendar oyining oxirgi kunida rasmiylashtirishingiz kerak shot fakturani. Uzoq, ya'ni bir oydan ortiq davriyligi uzoq muddatli shartnomalar bo'yicha siz ish bajargan bo'lsangiz, keyingi oyning 10 sanasigacha demak xaridorga shot faktura berishingiz kerak. Elektr energiyasi, issiqlik energiyasi, suv, gaz, kommunal xizmatlar, aloqa xizmatlarini hamda moliya, sug'urta xizmatlarini realizatsiya qiluvchi bo'lsangiz, demak, realizatsiya qilingan oyning oxirgi kuni bilan faktura rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Temir yo'l, tash orqali, transport elektrik xizmatlari orqali siz demak xizmat ko'rsatadigan bo'lsangiz, keyingi oyning 10 sanasigacha shot faktura berishingiz kerak bo'ladi. Tovarlar doimiy uzluksiz asosda realizatsiya qilingan holatlarda demak siz siz non chiqarasiz, har kuni klientingizga non berasiz va sizda oy davomida oyda har ish kunida nima bor? Sotuv bor. Siz unga har kuni yuk beryapsiz va bir oylik yukni jamlab turib, mana o'sha holatda siz 10-sanagacha faktura berishingiz mumkin. Ya'ni 10-sanagacha faktura berishim kerak degan narsa kimga tegishli desangiz,
Demak, siz qachonki bir oyda ichida uzluksiz tovarga yetkazib bersangiz birorta kontragentingizga, ana o'shani bir oylik tovarlarni jamlab turib, oyda oxirgi sanasi bilan 10 chislogacha faktura berishga haqqingiz bor. Lekin 12 dekabrda pul tushyapti, 12 dekabrda sotuv bo'lyapti. Siz 7 yanvarda 12 dekabr bilan faktura berishingiz bu чисто нарушение hisoblanadi. Demak, oyda 10-gacha faktura berishni sharti mana 3 ta tashkilot uchun, 3 ta holat uchun xolos. Gaz, svet, suv, kommunal xizmatlar, aloqa xizmatlar, moliya, sug'urta xizmatlari. Birinchisi, temir yo'l orqali tashish, transport, ekstriterlik xizmatlari, quvurlar orqali yuklar tashish bo'lsa va tovarlar doimiy uzluksiz asosda realizatsiya qilingan holatlarda siz yangi oyda 10 sanasigacha faktura berishingiz mumkin 31 yoki 30 chislo bilan. Mol mulkni moliyaviy ijaraga, lizingga berganingizda shartnoma tomonidan taraflarda o'sha akt priomkasi qabul qilingan sana faktura qo'yilishi kerak bo'ladi lizingda. O'z ehtiyojlari uchun tovarlarni berayotganda, demak, ichki hujjat akt bilan beruv paytingizda demak shot faktura qo'yishingiz kerak bo'ladi. Yuridik shaxslarning yoki YTTni bank kartasiga savdo qilgan holatingizda xaridor talab qilsa faktura berishingiz kerak. O'sha bu fakturani oyda oxirgi chislosigacha berishingiz kerak bo'ladi. O'sha qachon sotuv bo'lgan bo'lsa. Faqat korporativ kartada bitta narsani men sizga tavsiya qilaman. Qanday desangiz, siz agar faktura yopishni kelishib kartaga sotsangiz, kassa apparatga urganda avans chekini urishingiz kerak. Avans chekini urmasdan realizatsiya chekini uradigan bo'lsangiz, ham faktura ham kassa apparatdagi summa отчетga o'tirib qoladi. Shuning uchun yo realizatsiya chekini bering, faktura jo'natmang, yoki avans chekini bering, faktura jo'nating. Mana shu ikkalasidan bittasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Tarani vaqtida qaytarmasa, o'sha qaytarish kuni faktura beradigan kun bo'ladi. Davalskiga, переработкаga olib vaqtida qaytarmasa, qaytarishda oxirgi kuni faktura qo'yish uchun asos bo'ladi. Va vaucherlarda realizatsiya qilinganda, o'sha vaucher berilgan sana fakturani oxirgi kuni bo'ladi. Mana bu demak, fakturalarni yuborishni muddatlari. Ya'ni qachon korxona shot faktura yuborish kerak. Tushunarligi? Keyingi oyda 10 sanasi degani, masalan, mart tugagandan keyin aprel bo'lsa, aprelda 10-gacha, martda 31-sanasi bilan faktura berishingiz mumkin bo'lgan holatlar haqida gaplashyapmiz. Endi sizni qiziqtiradigan holatlardan bittasi, demak, shot fakturani turlari. Standart shot faktura, qo'shimcha shot faktura, tuzatuvchi shot faktura, to'lovsiz shot faktura, возмещение расходов deymiz, xarajatlarni qoplash shot fakturasi. Mana bu shot fakturalar turlari haqida gaplashamiz. Biz har doim siz bilan jo'natadigan fakturamiz bu nima? Standartni shot faktura. Ya'ni standart shot faktura обычный holatda siz nimani soliq servisida ochasiz, Didoxda ochasiz va o'sha Didox orqali yoki soliq servis orqali nima qilasiz? Kontragentingizga shot faktura jo'natasiz. Bu o'sha mana saytda ochadigan bo'lsak, yaratish tugmasini bosganingizda mana hujjat turi shot faktura va birinchi ochilgan oynada standart degan yozuv turadi. Va bu standart yozuvini ustiga bosganimizda bizda bir nechta bo'limlar ochiladi. Standart, qo'shimcha, xarajatlarni qoplash, to'lovsiz, tuzatuvchi xarajatlarni qoplash, qo'shimcha xarajatlarni qoplash, tuzatuvchi to'lovsiz, qo'shimcha to'lovsiz degan demak shot faktura turlari paydo bo'ladi. Demak, qaysi shot fakturani qachon jo'natish kerak, shuni gaplashamiz. Xo'p, standartni holatda biz demak oddiy standart shot faktura jo'natamiz, ya'ni to'g'ri realizatsiya uchun. Endi shot fakturani ikkinchi turi, qo'shimcha shot fakturani qachon jo'natamiz? Demak, qo'shimcha shot fakturani qachon jo'natamiz? Hop, yetkazib berish qiymatiga tuzatish kiritilganda. Bu nima degani? Xaridor tovarlarni
to'liq yoki qisman qaytarganda. E'tibor bering. Qachon qo'shimcha shot faktura qilamiz? Buyurtmachi ko'rsatilgan xizmatlardan voz kechganda. Bitim shartlari, shu jumladan yuklab jo'natilgan tovarlarning narxi, soni, hajmi o'zgarganda va xaridorga chegirmalar berilganda. Demak, vazratda eng ko'p uchraydigan holatda va skidka berilganda biz qo'shimcha shot faktura yuboramiz. Xo'p, qo'shimcha shot faktura yuborish tartibi qanday bo'ladi deb aytsangiz, farqi. Xo'p, texnikasini 2023 yil uchun mana hozir buni muddati bor. Fakturalar tuzatish muddati. Qo'shimcha shot fakturalar oddiy shot faktura taqdim qilingan sanadan boshlab 1 yillik muddat davrida amalga oshiriladi. Ya'ni siz 18 yanvar 2025 yili oddiy standart shot faktura bergan bo'lsangiz, demak siz 18 yanvar 2026 yilgacha shunga qo'shimcha qilishingiz mumkin. O'sha 19 yanvar 2026 yilda siz bu fakturaga qo'shimcha qilishga dostуп ola olmaysiz. Ya'ni yozgan shot fakturangizga 1 yil mobaynida qo'shimcha qilishingiz mumkin. Shuni hisobga olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi qo'shimcha shot fakturani rasmiylashtirish tartibi qanday bo'ladi? Deylik, siz standart shot faktura jo'natgansiz va endi qo'shimcha shot faktura yubormoqchisiz. Shot faktura turini qo'shimchada tanlaysiz va avtomat sizda eski shot faktura sanasi, faktura raqami va ID raqami bo'ladi. Demak, siz bu yerga shot fakturani ID raqamini qo'yasiz. Hop, texnik oladigan bo'lsak buni. Hop, yuborilgan shot fakturani oladigan bo'lsak. Ekran ko'rinyapti. Hop, ID raqamini oladigan bo'lsak, mana shot fakturani ID raqamini qo'ydim va ma'lumotlar shakllandi avtomat ravishda. Endi yangi shot faktura raqami, yangi shot faktura sanasi. Siz tovarlarni qachon vazrat qilyapsiz yoki tovarlaringizga, xizmatlaringizga qachon skidka beryapsiz? Demak, qo'shimcha shot faktura o'sha o'zgarishlar amalga oshirilgan kun bilan yuboriladi. Ya'ni zadniy chislo bilan emas. Masalan, men tovarni 18-kuni jo'natdim. Mana 30-dekabr kuni mana men faktura berganman. Deylik, klient shuni vazrat qilyapti menga 7-yanvarda. Demak, shot fakturani raqami shunga mos ravishda 12 tuzatib qo'shimchasi deyman, shartli belgi o'zim uchun va sanasi endi operativniy o'sha kun 7-yanvarda bo'lyapti bu. Demak, 7-yanvar 2025 yil bilan men tuzatuvchi berishim mumkin. Qo'shimcha faktura berishim mumkin. Demak, aynan o'sha kun bilan bo'lish shart emas. Tushunarligi, siz qachon qo'shimcha qilyapsiz o'sha operatsiyaga, qachon siz skidka beryapsiz, qachon tovarni vazrat qilyapsiz, ya'ni 30-kuni bergan tovaringizni 30-kuni vazrat qilmagansiz masalan siz. Demak, siz qaysi kuni vazrat qilgan bo'lsangiz, qaysi kuni skidka bergan bo'lsangiz, ana o'sha kun bilan nima berishingiz kerak? Qo'shimcha shot faktura berishingiz kerak. Faqat chegirma masalasida yana bitta narsani o'z uchun bilib qo'ying. Sotuv paytida chegirma bor, sotuv paytida chegirma bor va sotuvdan keyingi chegirma bor. Agar siz sotuv paytida chegirma bergan bo'lsangiz, siz bir yo'la skidka bilan yozasiz. Mana bu yerga tovarlarning nomini skidka bilan yozasiz. Endi agar siz sotuv bu bo'ldi, ana undan keyin skidka bersangiz, ana endi siz bunga qo'shimcha shot faktura qilasiz. Ya'ni necha pul skidka berganingizni fakturada ko'rsatasiz. Demak, faktura chastiga o'tyapmiz. Endi siz bu yerda o'sha xizmat kodini olyapman. Masalan, endi bu xizmat tovari edi. Hop. Mahsulot sonini plyusda yozasiz. Mahsulot narxini minus bilan yozasiz. Tushunarligi?
Demak, siz qo'shimcha shot faktura berganingizda, tizimda to'g'ri axborot aks ettirish uchun e, son, ya'ni kolичествоni plyusda yozasiz, tsena yoki narxni minusda yozasiz. Mana bu orqali demak siz nima qilishingiz mumkin ekan? Qo'shimcha shot fakturani rasmiylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Va qolgan tartiblar o'zi avtomat ravishda ketaveradi. Asosiy elementi shu. Demak, element qanaqa? Eski fakturani ID'sini qo'yamiz va qo'shimcha shot faktura tovarni qiymati o'zgarsa plyusda, tovarni qiymati kamaysa minusda, ya'ni возврат bo'lsa minusda bo'ladi va kolичествосini plyus bilan yozasiz, narxini minus bilan yozasiz va yuborishni bosasiz va klient buni tasdiqlagandan keyin bu avtomat o'tiradi. Endi qo'shimcha shot faktura jo'natsam, eski oyda отчетga перерасчет berishim shartmi degan savol bo'ladi. Agar siz standart shot fakturani dekabr bilan berdingiz, qo'shimcha shot fakturani yanvar sanasi bilan bersiz, ya'ni minusovoy fakturani siz dekabrga перерасчет berishingiz shart emas. Vazirlar shunday to'g'ri bo'ladi. Demak, siz qo'shimcha shot fakturani yangi oyda sanasi bilan beradigan bo'lsangiz, eski oyda отчетga перерасчет berishingiz shart emas. Tushunarligi? Tuzatuvchi shot fakturadan qo'shimcha shot fakturaning farqi shu. Ya'ni bu yangi oy bilan rasmiylashtirishingiz mumkin va shu holatda siz eski oyga перерасчет bermasligingiz mumkin. Endi shot fakturamizni ikkinchi turi tuzatuvchi shot faktura. Hop, tuzatuvchi shot faktura. Tuzatuvchi shot fakturani qachon berishimiz kerak? Ilgari taqdim qilingan shot fakturada xatolar aniqlanganda, yo hokazo kamchiliklar aniqlaganda, o'sha shot fakturani o'rniga beramiz endi buni. Ya'ni siz rostdan kolичество 20 ta bo'lgan, 50 ta yozib yuborgansiz yoki kolичество narxi 5000 bo'lgan, 5000 ni yozib yuborgansiz, nolga adashgansiz. Mana bu demak xato faktura yuborib qo'ygansiz siz kontragentingizga. Xo'p, qo'shimcha shot fakturada kolичество bilan summa o'zgarsa, TTN berish kerak bo'ladi. Agar qo'shimcha beriladigan bo'lsa, agar faqat narx masalasi o'zgaradigan bo'lsa, TTN berish kerak emas. Bir oy farq bilan bas 5-6 oy farq bilan bo'lsa ham yangi chislo bilan bergani uchun eski oyga перерасчет bermaysiz qo'shimcha shot fakturada. Xo'p, tuzatuvchi shot faktura haqida gaplashamiz endi. Tuzatuvchi shot faktura demak bu oldingi yuborgan shot fakturangizda xatolik bor va shu xatolik bo'lgan holatda bartaraf qilish uchun nima qilish kerak? Eski fakturani kontragentingiz qabul qilib qo'ygan, sizda u o'tirib qoldi отчетingizda. Shuni o'rniga haqiqiy to'g'ri fakturani yuborish uchun tuzatuvchi shot faktura qo'yiladi. Demak, tuzatuvchi shot faktura fakturani to'g'rilash uchun xato fakturani o'rniga degan ma'noda tushunsiz bo'lardi. O'z oti bilan tuzatuvchi. Ya'ni bu o'rniga keladi degan ma'noni bildiradi. Endi u holatda siz shot faktura tanlaganingizdan keyin faktura turlaridan tuzatuvchi shot fakturani tanlaysiz. Bu holatda ham o'sha eski shot fakturani ID'sini qo'yasiz va avtomat ravishda endi sizda u to'ladi, datalar. Endi tuzatuvchi shot faktura aynan o'sha shot fakturani o'rniga o'sha sanada bo'lyapti. Demak, o'sha chislo va o'sha sana. Endi chislo sana yozdim va mana bu ma'lumotlar yoziladigan joyga nima qilaman? Haqiqiy to'g'ri ma'lumotlarni kiritaman. Ya'ni o'lchov birligi, soni, narxi bo'yicha demak to'g'ri ma'lumotlarni kiritaman va kontragentim buni tasdiqlagandan keyin, men yuborgandan keyin tasdiqlagandan keyin eski faktura 0 bo'lib qoladi, ya'ni bekor bo'lib ketadi. E'tibor bering, tuzatuvchi shot faktura minus bilan berilmaydi. Ya'ni siz xato faktura berib qo'ydingiz, 0 qilish kerak yoki raqamini o'zgartirish kerak, 5 ta yozib qo'ygansiz, 3 ta qilib qo'yishingiz kerak bo'lsa, uni -2 qilib yozmaysiz. Demak, 5 ta 3 qilish kerak bo'lsa, 3 yozasiz, nav abish narx to'ldirasiz. Ya'ni 5 o'chib ketadi. Ana eski faktura bekor bo'lib ketadi, annulyat qilinadi. Xo'p. Demak, qo'shimcha shot faktura bilan tuzatuvchi shot fakturaning farqi, qo'shimcha shot fakturani minus bilan berish mumkin. Tuzatuvchi fakturani minus bilan berish mumkin emas. Chunki siz o'rniga boshqa faktura beryapsiz-da, o'rniga bergan fakturangiz minus bilan bo'lmaydi.
Shunisiga e'tibor beramiz. Nol qilishingiz mumkin, raqamini o'zgartirishingiz mumkin, lekin minus bilan tuzatuvchi shot faktura bera olmaysiz. Shu jihatdan farq qiladi. Endi перерасчет masalasiga qaytadigan bo'lsak, перерасчет masalasida agar siz shot faktura berdingiz, shot fakturada obyemingiz 10 millionda 12 million bo'lib qoldi. 12 millionni 9 million, ya'ni sizda soliq bazasi o'zgardi. Ob'yom o'zgardi, NDS o'zgardi, оборот o'zgardi, daromad o'zgardi. O'sha holatda demak siz nima qilar ekansiz? Отчетingizga перерасчет berasiz. Va перерасчет berganingizda agar kamayishga bo'lsa, u kamera tekshiruv bo'lgandan keyin qabul qilinadi. Начисление, доначисление bo'lsa, qo'shimcha hisoblashga bo'lsa, u topshirgan hisoblaringiz avtomat qabul qilinadi. Bu demak qo'shimcha shot faktura bilan tuzatuvchi shot fakturani farqi. Endi bizda keyingi faktura turimiz bor. To'lovsiz shot faktura. Bu to'lovsiz shot faktura degani siz tovar va xizmatlar tekinga berganingizda unda siz to'lovsiz shot faktura berasiz. Bu skidka emas, chista bepul berish. Ya'ni sizda summasi hamma yog'i bor va siz tekinga beryapsiz. Ana o'sha holatda to'lovsiz shot faktura berasiz. Hop, tuzatuvchi shot fakturalarni yuborish muddati ham xuddi qo'shimcha shot fakturalar kabi 1 yil. Ya'ni texnik holatda siz demak yuborgan shot fakturangizga 1 yil ichida tuzatuvchi shot faktura berishingiz mumkin. 1 yildan keyin buni texnik jihatdan ham o'sha PKM 489 bo'yicha ham imkoniyat mavjud emas. Tushunarligi bu demak tuzatuvchi shot fakturani nimasi? Taqdim qilish muddati. Ya'ni 1 yilgacha siz o'sha ispravleniya berishingiz mumkin fakturangizga. Faqat e'tibor bering. Siz fakturaga ispravleniya berganingizda baza o'zgarsa перерасчет berasiz. Ko'pchilik holatda tuzatuvchi shot fakturada 2 pun o'zgartirsa bo'lmaydi. Bitta variant qilishingiz mumkin. Texnik jihatdan men yo'nalish beraman. O'xshasa, siz tuzatuvchi shot faktura qo'yayotgan paytingizda asosiy 2 punni qo'yasiz. Undan keyin дополнительный 2 punni qo'shganingizdan keyin, bu 2 punni qo'ydingiz, buni 0 berasiz. Дополнительный 2 punni qo'yganingizda, uni kolesiyasini to'g'ri yozganingizda, o'z-o'zidan bu 0 bo'lib, yangi 2 pun bilan ketishi mumkin. Lekin bu tavsiya qilinmaydi. Undan siz murojaat bilan chiqqaningiz to'g'riroq bo'ladi. Texnik jihatdan mixik kodni o'zgartirish imkoniyati mavjud emas. Faqatgina o'sha yangi mixik kodni qo'shib, eski mixik kodni 0 holatda berish mumkin xolos. Hop, lot bilan yuborilgan dogovorda summa 0 qilib bo'lmayapti deyapsiz. Lot bilan yuborilganda siz demak o'sha sizni podrядчигingiz bazasi bilan bog'langan holatda 0 qilishingiz mumkin xolos. Boshqachasiga 0 qilib bo'lmaydi u narsani. Alisher tekin berganni ham so'rashyapti. Bitta ko'rsatib bering, shuni tekin bergan turini ham. Hop, tekin bergan holatda bu ko'pincha o'sha nimalarda dori korxonalarda, firmalarda bo'ladi. Shot fakturani rasmiylashtirasiz va to'lovsiz deb qo'yasiz mana. Oddiy shot faktura ko'rinishida rasmiylashtirasizda va masalan mana bu mashinani tekin beradigan bo'lsak, masalan Lacetti deb yozyapman. Hop. 50 million va mana va turiga to'lovsiz deb qo'yaman. Mana shu holat bilan farq qiladi xolos to'lovsiz shot fakturalar. Hop. Endi jadvalimizdagi yana bitta elementimiz bor. Sizga aytishim kerak bo'lgan bu возмещение расходов deymiz. Arendaga bergan holatda svetga, nimaga shot faktura keladi bizga kontragentlarimizdan. Bu xarajatlarni qoplash, ya'ni возмещение расходов deyiladi. Возмещение расходов. Hop, mana shu savol javoblaringni hammasini o'qiyapman. Qaysidir holatda vebinar davomida ulgurmasak, nimadan keyin vebinardan keyin ovozli chat qilamiz. Shu savollaringni hammasini gruppaga o'sha kommentariyaga yozsalaring, bitta-bitta har bitta savolga to'xtalib javob beramiz. Xudo xolasa hozir temamiz bo'yicha davom ettirishimiz kerak. Alisher, bularni hozir qiziqtirayotgan narsa, to'lovsiz faktura bersa endi to'lashimiz kerakmi deb hayron bo'lishyapti, yoki mashinani
arzonga baholattir deydi, uni fakturasiz ham bersa bo'ladimi, sotsa bo'ladimi shu fakturasiz degan savollarni berishyapti. Shu ikkita savol o'zimga ham интересный bo'ldi. Bitta javob Hmm. berib ketsangiz. Aha. Siz tekin berganingizda va moshinani bozor narxidan arzon berganingizda albatta NDS to'laysiz. Bozor narxidan arzon berganligingiz uchun o'sha sizni sotuv qiymatingiz hamda bozor qiymati o'rtasidagi farqdan NDS to'lab berasiz. Tekin berganingizda ham NDS to'lab berasiz. Yana bitta narsa bor. Siz tekin berganingizda narigi tomon NDS hisobga ololmaydi. U tomon ham foyda solig'i to'laydi. Unga как nima bo'ladi? Jami daromadlar tarkibiga qo'shiladi. Shuni ham hisobga olishingiz kerak bo'ladi. Hop. Возмещение расходовga qaytamiz. Возмещение расходов, ya'ni o'sha siz arendaga berasiz va sizni gaz, svet, suvni pulini kontragentingizdan, ijarachingizdan olyapsiz. O'sha holatda siz demak xarajatlarni qoplash uchun shot faktura berasiz. E, Xarajatlarni qoplash shot fakturasini jo'natishda saytda shot faktura turida mana xarajatlarni qoplash deysiz. Xarajatlarni qoplash degan holatda demak sizda o'zi avtomat bu bo'lim bor va endi buni o'zini maxsus kodi bor. Shuni tanlashingiz kerak bo'ladi. Men sizga ko'rsataman bu narsani. Sizda xarajatlarni qoplash uchun maxsus ekipli kodlar bor. Demak, gaz ta'minoti uchun, issiqlik ta'minoti uchun, oqova suv uchun, sovuq suv, elektr energiyasi uchun demak o'zini maxsus ekipli kodlari bor. Mana shu ekipli kodlarni biriktirgan holatda siz demak kontragentingizga shot faktura yuborishingiz kerak bo'ladi va xarajatlarni qoplash paytida bergan shot faktura siz uchun realizatsiya hisoblanmaydi. Va kontragentingiz shu bergan возмещениеңiz bo'yicha fakturasidagi nimani xarajatga olishi mumkin. Gaz va suv xizmatlarini xarajatga olishi mumkin. Odatda mana buni shot faktura ko'rinishi mana bu shaklda bo'ladi. Sizga ekranda ko'rsataman bu narsani. Возмещение затратов deb ketadi va mana faktura turi demak возмещение расходов bo'lib o'tiradi sizda. Mana bu demak xarajatlarni qoplash bo'yicha shot faktura. Bitta asosiy turi shu faktura yozayotgan paytingizda xarajatlarni qoplash deb tanlashingiz kerak bo'ladi va o'zini belgilangan mxik kodini qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni svetda elektrosetiga yuborgan shot fakturadagi mxikini bas va siz o'zingiz kontragent nimada saytda yana elektron tizimda belgilangan mxik kodini belgilashingiz kerak bo'ladi. Bu demak xarajatlarni qoplash bo'yicha shot faktura yuborish tartibi. Va yana bitta shot faktura bo'yicha ma'lumot berib o'tay, keyin TTN haqida ozgina gaplashamiz. Bu qanaqa narsa desangiz, siz demak importyor korxonasiz va tovarni bojxona qiymatidan arzon sotadigan bo'lsangiz, demak siz zachotdagi indeksizni kamaytirish uchun bir tomonlama shot faktura berishingiz kerak bo'ladi. Bir tomonlama shot faktura именно bojxona qiymatidan past narxda realizatsiya qilinganligi uchun deyiladi. Bu holatda siz bir tomonlama fakturani galochkasini bosasiz va faktura turida bojxona narxidan past narxda realizatsiya degan bo'limni tanlaysiz. O'sha holatda demak siz именно NDSda отчетida o'tiruvchi shot fakturani yuborgan bo'lasiz. Keyingi element shot faktura bo'yicha yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bu masalan aylanma soliq to'lovchi korxona o'zini asosiy vositasini sotishi mumkin, mashinasini sotishi mumkin, binosini sotishi mumkin. O'sha holatda. Bu holatda kodeks talabiga ko'ra siz asosiy vositangizni sotsangiz foydasidan aylanma soliq to'lashingiz kerak. Sizni butun realizatsiyangiz ob'yomingizda o'tirib qolmasligi uchun, soliqqa tortilib qolmasligi uchun siz oldin shot faktura yozayotgan paytingizda daromad turi degan joydan realizatsiya qilingan asosiy vositalar qiymatini tanlaysiz. Mana bu tanlab qo'yasiz. Daromad turi degan joydan shuni tanlaysiz va o'sha sotilgan mulkingizni qiymatini to'liq ko'rsatasiz mana bu yerda. Va shu summa sizda o'z-o'zidan nimangizda hisobotingizda aks ettirmaydi. Endi siz bu mulkni foyda bilan sotgan bo'lsangiz, demak foydasidan aylanma solig'i to'lashingiz kerak bo'ladi. Endi bu shot fakturini yozib bo'lganingizdan keyin
Zachetga olishingiz mumkin endi esini, razmeshinanikini. Siz endi foydasi uchun yana bitta shot faktura berasiz. Bu bir tomonlama shot faktura deyiladi va bu yerda demak boshqa daromadlar degan galochkani tanlaysiz va MXIK-kodlar ichidan o'sha yerda asosiy vositalarda chiqib ketishdan olingan daromadlar degan gruppani tanlaysiz. Ya'ni bu o'zi avtomat ochiladi. Qachonki siz bu yerdan bir tomonlama shot faktura, ikkinchi boshqa daromadlar tanlaysiz va MXIK-koddan demak tegishli MXIK-kod tanlashingiz kerak bo'ladi. Ana o'sha holatda demak siz nima qilasiz? Mulkingizni foydasidan to'g'ri soliq bazasini aks ettirishingiz mumkin bo'ladi. Bu demak o'sha iminni aylanma soliq to'lovchilar o'sha korxonasini mulkini realizatsiya qilsa. E, Keyingisi demak yongan savol bor ekan, javob berib ketamiz. Har bitta tovarni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi bojxona farqini, shu uchinchida to'g'ri ketishi uchun. Va xarajatlarni qoplash bo'yicha shot fakturalar uchun ham tuzatuvchi qo'shimcha shot fakturalar berishingiz mumkin. Ya'ni saytda buni texnik jihatdan imkoniyati bor. Bu demak shot fakturalarni turlari va ularni yuborish tartibi haqida tushuncha. Endi fakturani bloklash haqida tushuntirish, shu bilan TTNga o'tamiz do'stlar. Shot fakturani bloklab qo'yish mumkinmi? Ko'pincha eshitib qolamiz, faktura yozganingizda cheklangan, bloklangan degan yozuv paydo bo'ladi. O'zi soliq organini sizni shot fakturangizni bloklashga haqqi bormi? Mana shu haqida ham как buxgalter sifatida bilishimiz kerak bo'ladi. Hop. Endi Vazirlar Mahkamasini 522 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizom bor. O'sha shot faktura rasmiylashtirish tartibi bo'yicha bu ham. Bu holatda, ya'ni roaming operator sizni shot faktura yuborishingizni bloklab qo'yishi mumkin. Qachon bloklab qo'yishi mumkin? Faktura, ya'ni bloklab qo'y degani jo'natgan fakturangizni отказ qilib yuboradi, bekor qilib yuboradi, jo'natilgan joyda bekor qilib yuboradi yoki jo'natish tugmasini bosganingizda cheklangan, bloklangan, DSQ tomonidan taqiqlangan degan ogohlantirishlar chiqadi. Qachon bu holatda bo'lishi mumkin? Ya'ni qachon bloklanadi sizni fakturangiz, ya'ni sizni shaxsiy kabinetingiz? Birinchisi, nizom talablariga amal qilmagan bo'lsangiz. Ikkinchisi, fakturadagi rekvizitlar to'liq yoki xatolik bilan kiritilgan bo'lsa, haqiqiy bo'lmagan ETSPdan foydalangan bo'lsangiz va eng asosiysi, sizga sayyor soliq chiqib, sayyor soliq chiqishi munosabati bilan inventarizatsiya o'tkaziladi. Sayyor soliqda bilamiz bu narsani. Inventarizatsiya o'tkaziladigan bo'lsa, soliq organini murojaati orqali sizni shot faktura yuborish imkoniyati cheklanishi mumkin. Ya'ni bu sizga sayyor chiqish aniq bo'lsa, soliq organi o'sha yangi texnologiya deymizda, o'sha dukka xat jo'natadi, shu bu korxonada soliq tekshiruv o'tkaziladi va fakturani palon kundan palon kungacha bloklashingizni so'raymiz degan, ya'ni ularni o'rtasidagi междусовой xat bo'ladi, yuboradi va o'sha holatda sizni shot faktura yuborish imkoniyatingiz cheklanadi. Ya'ni siz xohlasangiz ham shot faktura yubora olmaysiz. Mana bu demak fakturamizni bloklab qo'yish mumkinligi haqidagi ma'lumot.